Hürmetlik vatandaşlarım, bir işe kız gep kılaylı. Endiki gepimizden başlasak biz Govingoy'u sizlerge tanıştırıp kilovatımız bu adam acayip şiddet bilen, acayip batırlık bilen kilovatıdı. Tünügüllatin yani şu tarbiyete de özü işlegen pilimgi çıkıp nemdi de Cüngoluk puhralar sizler nere durunglar? Cüngoluk adamlar sizler nere durunglar? Komparti yani mağı taşlap biringlar. Komparti yani men üzem bir taraf kılımı. Demek bir şahs, bir hanzu şahs. Cungu'dan çıkan bir hanzusa 50 yaşla etrafındaki bir adam 80 milyon azası var Cungu Kompartiyasının hakimiyet beşideki takdirini ben üzem hal kılımen. Pufrala sizler nere turunla? Cungu halk sizler nere turunla? Ben üzem hal kılımen dep oturuğu çıkışıp belki bu tasvirlaş doğru kelsin. Nime dep tasvirlaş doğru keledi lekin bunun ameliyeti şunun masış kelyapti. Hazır bu paş kılıvatkan materyallarning naq ekanligi, rast ekanligi isbotlanyapti. Kishilar buni yolg'on deb raqobatchilar buni haqoratlagan edi. Bu odamni hozir buni so'zlayotganlarning hammasi rast bo'lib kelyapti. Hozir Govingoyning Xitoyning ansirash darajasi baldaq o'rlayapti. Hatto Govingoy dediki 19-qurultayga sen nomzod qo'yamsan. Daimi hay'atlar guruhiga kiradigan markaziy hukumat a'zolarining ro'yxatini yakunlagan tizimligini saylanuvchi nomzodlarni sen o'ttirib qo'yamsan, men o'ttirib qo'yamdiman deb 19-qurultay bilan elishyapti. Onun üstüge yakından bir bu adamdı bir özgürüş. Ben ismini aytmay yoşurun aldı sözlü şeyle yoldaşlar, vatandaşlar. Nime degenim etkanda özünün 7 maddesi belge vədisiga sel xilaplık kılıp ben çekilmayman degen adamlarımı çekilişe başladı. Bu burunqi adetini özgert hazır Govingoy degen. Demek bunun hazırki faaliyetinde özgürüş buluvatıdı degen gep. Özgürüş buluvatkandı saklap koyuman, ayap koyuman, çekilmayman degen şahsiler hazır Govingoy çekilişe başladı. Ben ismini çıkarmay. Endi dünyada şundak buludu eken baş degen hürmetlik vatandaşım bu çekilişe başladı. Demek hazır nime deydi? Sen 19-qurultayını açkan günümü men mi xuddi qurultayga o'xshash bir narsani müşiyede çakırman, chet elda çakırman dedi. Hazır yani nime deydi? Men demek paş kılıman. Bir-birlep paş kılıman. Bu eğizga ağan adamlar nayetun nurgun. Mesela alayla hazır bugün torbitiga çıkırıp koyup deyki 7 nefer kişi. 8 nefer kişi mi 7 nefer kişi? Bu 7 nefer kişinin sırtıda yani kim daimi heyetle Katar'a kırdı bunu bilmeydi. Hazır yüzden gipçe xuddi bu 7 nefer kişinin daimi heyetle eza kılıp saylaş doğrusu yüzü köz süpergendik. Bunun işi de hazır biz Govingoy tanqitlayotgan 3 adamның mesela Söyleyicin degenin heyetle Katar'a kirmegenligin daimi heyet emas. Lekin Mingjanju degenin hazır daimi heyetle Katar'dan qalganligini Aşı 7 neferinin işinin kılıp qağallıqını. İkincisi Wang Qishan degen kişinin 7 nefer işinin qılıp qağallıqını görüp yetdik. Ameliyatda qurultay yüz bermedi, qurultay içilmedi, qurultayda qandaq buldu bunu bilgili bolmaydı. Lekin özüksüz aldı Cungo qurultay kompartiyasının qurultayga körüstüvatkan 7 nefer daimi hayatın avazı ismi davamlıq özgürüp duruvatıdı. Bir yerde şu nesige dikkat kılınlar ki eğer Wang Qishan bilen Mingjanju bu kıtım hayatlikti ve başka her qanday hukuktan mahrum kaladigan bolsa, 19-qurultaydan qilib kaladigan bolsa, bu Govingoyning Kompartiyaning siyosiy hakimiyetiga ta'sir ko'rsatganligi bo'lib hisoblanadi. Asli qoida bo'yicha hurmatli vatandoshim, Govingoy Kompartiyaning bu odamlarni xiyonatini, paraxo'rligini, chiriklashganligini pash qilayotganda Kompartiyaning markaziy komiteti bularni saqlab qolish kerak. Bir Govingoy'da şahs oturuğu çıkıp bunu paş kılıvatıdı. Biz bunun itiraz bildirimiz. Onun sebebi şundak buludu ki biz 19-qurultayda Wang Qishan'ı mı elip kalımız, Mingjanju'nu mu elip kalımız deydiğen bişaret bir de mi çıkan bolsa o vaqtda Kompartiyanın an'anasiga doğru keladi. Sizler ait yaxşı bilirsizler. Kompartiyanın an'anasi başka an'ana emas. Hele Butsatova ayolni bilirsizler o. Uzun yanı mışında lapildetip gelip yer şarığı düşüp ketken Erş ordusunun yer şarığı düşüp ketken çaşkan müşklerinin yer şarıda padişah bulubilip, noçu bulubilip, özgürüp cin bulubilip
odamlarga ziyon zahmat yetkazganda bu sotib osmonda paydo bo'ladi g'ala so'ng'ikon degan kinodagi. Shundan keyin yana shundaq bir ochidida buningdagi qochashgan o'daklarning hammasi yig'ishtirib, ya'ni arish ordisi qilib chiqib ketadi. Demak, bu yerda men sizlarga demoqchi bo'lganim, Kompartiya o'zining kadrini, o'zining rahbarini, Govinguyning yana birisining boshqaligini qarab, uni oldiga tashlab qo'ymaydi. Bu Kompartiyaning an'anasi, ya'ni Xanzu Xitoy millatining an'anasi. Demak, hokimiyat beshidagi odamga chekilma, biz uni o'zgartmaymiz deydigan ish bu Kompartiyaning an'anasi, Xitoy millatining an'anasi. Biroq hozir qaraymizki, bugun chiqarib qo'ygan 7 nafar doimiy hay'atga nomzod qilib ko'rsatilgan odamlar qatorida Ming Janjumi yo'q, Wang Qishanmi yo'q. Hay'atlar qatorida Sullijin degan kishim yo'qdi, balki o'mi yo'q. Demak, buni qoldirib qo'ydi degan gap hozir Kompartiyaning an'anaviy kadrlar qo'shuni masalasidagi, an'anaviy o'rinlashtirish masalasidagi, an'anaviy ko'rsatib kelayotgan mushu nomzodni men ko'rsataman, sen chuqum saylaysan deydigan mushu an'ananing o'zgarayotganligini ko'rib olish bo'ldi. Demak, Govingoy hozircha qanday o'zgarish oldu bunu bilmaymiz. O'g'illik qanday o'zgarish oldu bunu bilmaymiz. Hozir jidallavyotdi Govingoy. Qattiq cho'nqurlab, ishkirlab pash qilyotdi Govingoy. Dati inchki nuqtadan pash qilyotdi. Demak, hozir bir kishi 80 million partiya a'zosi va qudratli bir partiyaga ma'naviyat yoki ideologiya sahasida urush e'lon qilyotdi. Bu Govingoy bilan Kompartiya o'tirishga masala endi bundan olib chiqaylik. Hozir biz sizlarga vatandoshlarga so'zildik. O'tirg'i chiqqan matbuotlar torbetlarda e'lon qilingan xabarlarga asoslanganda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bu yil 11-oyning 3-kuni Beijingni ziyorat qildi. Osiyoga ziyorat chiqib, Beijingni, Jungoni ziyorat qildi. Endi bu yerda shunday savolni qo'yamiz, buning o'zimiz javob berolmaymiz. Masalan, 19-qurultay ochilish arifasida avval 1 oy ya 15 kun burun Beijingni ziyorat qilishi mumkinmidi? Agar shunday mumkinlikni bekor qilib, 19-qurultay ochilib bo'lgandan keyin, Jungoda rahbarlik turg'izilib bo'lgandan keyin Beijingni ziyorat qilishning ahamiyati nima? Masalan, bu ishga da vaqt jihatini aytganda prezident Trumpning Beijingni ziyorat qilishining yoki qurultay ochilib bo'lgandan keyin ziyorat qilishning ahamiyati zada qanchalik? Jungo uchun aytganda, Amerika uchun aytganda men buni birdim deyolmayman, lekin Jungo uchun aytganda ahamiyati zada qanchalik? Bu yerda qanday o'rinlashtirish bor? Buni bir nima degili bo'lmaydi. Prezident Trump 11-oyda Beijingni, Jungoni ziyorat qildi. Hozir ba'zi torbetlarda shunday deyildiki, hozir Jungo hukumati Amerika Qo'shma Shtatlariga tayinib qoldi. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining yordamiga muhtoj bo'lib qoldi. Chunki davlatning ichki ahvoli shu darajaga berib yetdi deydi. Bu qatimqi muqimlikni qo'g'dash masalasida xuddaligi pichoqlarga belgiselishni Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni mustamlika Uyg'uristondan boshlaganda hozir Beijingga chiqayapti. Pichoqqa nomer belgisi qo'yilgan bo'ldi. Hozir o'qlarni do'lig'i esib, ya'ni naq o'qni do'lig'i esib Xitoyning soqchilari Beijingni ko'chishni chorlashga o'tdi. Maxsus guruhlar qurildi. Nayta ansizchilik, nayta qattiq ansizchilik yuz beryapti. Bu yerda Govingoyning ta'siri Jungoda intayin ulg'ayib ketyapti. Uyga odamga tilpin kompyuterga kiryapti. Chunki biz Uyg'urlarga o'xshamaydi. Uyg'urlar biz davomli cheklamaga uchrab turamiz. Yani devlet derece çekilmek uçurab turmiz. Lekin bu devlet Jungo devleti Xanzuning qo'lida, ya'ni Xitoyning qo'lida bo'lganligi uchun endi Govingoyning so'zlari bu mamlakatga nihoyat tez hol yetib borishi kerak. Hozir Xitoyning jiddiyligi chekidan eshityapti. Shu nuqtadan aytganda vaziyat shunday turganda, masalan, prezident Trump 11-oyning 3-kuni Jungoni ziyorat qiladigan shunday mumkinlikda bir hafta yoki qurultay ochilishdan burunki bir hafta ichi bu tugaganda Prezident Trump Beijingni ziyorat qilishdan burun bugun ko'rdikki, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining Avom palatasi Tayvan to'g'risida, Tayvan sayli sayohat qonuni to'g'risida yuqoridagi qonun loyiha ma'qul. Endi bu yerda alayda tilg'ilib nima dedi? Prezident, muavin prezident, Tashqi ishlar ministri Tayvanning, Davlat mudofaa ministri Tayvanning
cheklimiga uchraganligi uchun Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasida shunday cheklim bo'lganligi uchun hozirgacha Washingtonni ziyorat qilammi dedik. Endi bu yerdagi eng kichik bir ish kelib prezident Trumpning oldiga qo'yildi degan gap. Agar Avom palatasi ma'qullagan mushu qonun loyiha prezident Trumpning qo'l qo'yishi bilan Amerikaning ichki qonuni qo'llanilgan bo'lsa, vaqti Tayvanning prezidenti Washingtonni ziyorat qila oladigan bo'lsa, muavin prezidenti davlat mudofaa ministri Washingtonni ziyorat qila oladigan bo'lsa, nima ishlar yuz berdi dunyoda hurmatli vatandoshim? Mushu darajaga berib yetganda nima ishlar yuz berdi dunyoda hurmatli vatandoshim? Men sizlarga boshdan oxiri so'zlab shu narsani deb kelyapmanki, sizning masalangiz hurmatli vatandoshim, qarindoshim, Uyg'urim, bu dunyoviy masala. Shunga cho'ng davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda, mayli siyosiy diplomatik munosabatlarda, mayli manfaat munosabatlarida nihoyat cho'nqur o'zgarish bo'lmay turib, bu o'zgarishdan hosil bo'ladigan har qanday hosilotning natijasi sifatida Uyg'ur masalasimi, boshqa masalalarni hal qilinmay mumkin emas. Beshingizni tashqi urinki boshqa yo'l bilan bu masalani hal qilish mumkin emas. Shunga bu yerda cho'ng davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarish. Masalan, prezident Trump yuqorqi qonunga imzo qo'ydigan bo'lsa, vaqti nima deymiz? Hozir taqi reallikqa aylanmadi. Agar qiyos qilaylik, kechiringlar, men de qiyos dedim juma. Men faqat qiyos dedim. Vaqtida prezidentlar, Tayvanning prezidentlari Amerikani ziyorat qila oladigan, Amerikaning yuqori darajali arboblari Tayvanni ziyorat qila oladigan bo'lsa, vaqti nima ish bo'ldi? Hozir Tayvanni davlat deb Amerika e'tirof qilgani yo'q. Amerikaga agishib g'arb davlatlari, nurg'un davlatlar Tayvanni davlat deb e'tirof qilgani yo'q. Tayvan bilan faqat aloqa, savdo aloqasi munosabatini saqlab kelyapti. Agar yuqorqi qonun amaliylashtirilsa, yo'lga qo'yilsa, vaqti jahon nim bo'lib ketdi. Nim bo'lib ketdi. Men mana shuning qiziqim, hurmatli vatandoshim, siz ham qiziqsiz. Vaqti Jungoning pozitsiyasi qanday bo'ladi? O deganidek men urush qilaman deb urush qila olam. Dunyoda unda ish yo'q. Urush qilaman deb urush qila olmaydi dunyoda. Unda ish yo'q. Hurmatli vatandoshim, boshqa dunyoda tinch yo'ldan ketyapti. Endi siz bu nuqtada nima deymiz? Taqdir qandoq bir taraf qildi, taqdir qandoq o'rinlashtirdi? Inshaalloh shu voqealar, shu harakatlarni o'zi qilib turdi. Oqibat buning o'zi taqdirning o'rinlashtirishi bo'yicha bu. Lekin shu narsa esinglarda bo'lsinki, yaqinda leksiya qilib sizlarga so'zildikki, masalan, Tayvanning harbiy parxodlarining, Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy parxodlarining o'zaro shu davlatlar tabiatligidagi harbiy portlarga kirish to'g'risida Amerika Davlat Majlisida ma'qullangan qonun loyiha bugun endilikda shu 1-oydan boshlab hozirgacha mushkil ichida Amerika Qo'shma Shtatlari davlat rahbarlari yoki har darajalik rahbarlar bilan Tayvanning har darajalik rahbarlarining o'zaro Tayvanni Amerikani o'zaro ziyorat qilishiga ilhom berish to'g'risidagi qonun loyiha. Men mushahidlik siyani sizlarga so'zildim, hurmatli vatandoshim, bir chavoq chalib qo'ying. Hozir buning oqibati nerdan keldi biz tahlil qilishga jur'at qila olmaymiz. Faqat reallikqa aylanganda ondan tahlil qilamiz, lekin qiyos faraz bilan o'zingiz tahlil qilib olsangiz bo'ladi. Buning oxiri qayerdan chiqadi?